Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz hozir juda ham bir chiroyli amaliyotni boshlash arafasidamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bemorimiz yoshi 62 yoshda bizga murojaat qilgan, ko'k va qafasidagi og'riqlarga, jig'ildan qaynashiga, yurganda hansirash shikoyatlari bilan kelgan. Uzoq vaqtdan beri bu shikoyatlar davom etib yurgan, kerakli mutaxassislarga borgan, lekin bu tekshiruvlarda bunaqa kasallik aniqlanmagan. Bizga murojaat qilib keldi. Mana biz tekshirganimizda, ya'ni oshqozon ichak traktini kontrast tekshiruv bilan tekshirganimizda qizilro'ngach diafragma grijasi aniqlandi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu joyda mana alohida bo'lib turibdi. Mana shu joyga, ya'ni ko'krak qafasiga oshqozon chiqib kelyapti. Mana kontrast tekshiruvda mana bu oshqozonning kardial qismi, fundus qismi, bu tomonda yana alohida qumsoatga o'xshab oshqozon turibdi. Shu amaliyotni biz hozir bajaramiz, ya'ni qolin bo'shlig'iga tushmasdan, kesmasdan, terining butunligini buzmasdan ma'lum invaziv usulda shu amaliyotni bajaramiz. Aniqlanyaptiki, mana bu joyda mana grija aniqlanyapti. Shu grijaning ko'krak qafasiga chiqib kelgan. Bu grija o'zi nima bu? Oshqozonning kardial qismi, fundus qismi alohida bo'lib chiqib kelyapti. Oshqozon yana qum soatga o'xshab alohida bu joyda turibdi. Shu joyda grija bor. Shuni hozir biz laparoskopik usulda kesmasdan, kam invaziv usulda qolin bo'shlig'ini ochmasdan shu amaliyotni bajaramiz. Xo'p, amaliyotni boshladik. Mana o'sha sizlarga hozir aytganimdek, mana o'sha qizilro'ngach diafragma grijasi, mana teshik, mana o'sha rentgenda ko'ringandaqa bu yerda ham ko'rinyapti. Mana oshqozonda mana o'sha kardial qismi, fundus, mana ko'krak qafasida turibdi mana. Mana hozir mana shuni tushiryapmiz mana. Yaxshi ko'rsatamiz mana. Mana tushiryapmiz. Mana tushirdik, endi aniq bo'ldi mana. Mana teshik. Shu teshik qizilro'ngach diafragma grijasi hisoblanadi mana shu. Bu ikkinchi tipiga mos keladi. Endi shuni hozir biz plastika qilamiz. Mana buni tushiramiz pastga, oshqozonni tushirib, bu teshikni bekitib, bunda aplikatsiya qilamiz. Amaliyotimizni yakunladik. Mana o'sha grijani teshigi, mana grijaga chok qo'ydik mana. Diafragmalarga bitta chok qo'ydik. Orqa devoriga. Oldiga mana bitta yana qo'ydik. Ochamiz yaxshi. Oldiga qo'ydik. Mana yopildi. Orqadan ko'rsatamiz. Endi mana funda aplikatsiya qildik. Tub usulda 270 gradusga funda aplikatsiya qildik. Mana 3 ta chok tushdi bu tomoniga 3 ta chok tushdi. Qani? Operatsiya amaliyotimiz juda chiroyli bo'ldi. Bemorimizga Alloh shifosini bersin. Xudo xohlasa yuqoridagi shikoyatlar shu amaliyotdan keyin yo'qoladi hammasi. Juda chiroyli bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.